Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi gigant qafasimiz kaptarlar uchun zakazga tayyorladik. Sizlar bilan obzorini ko'ramiz. Sizlardan esa birdan-birdan like qilamiz. Qafasimiz uzunligi 3 metr, ikkita portichkalari mana ikkala yoniga joylashtirganmiz. Uzunligi 3 metr, eniga 1.85, balandligi esa 2.60 cm o'z ichiga oladi. Eshiklari arka shaklida, mana oldida qo'lbola nerjvinkalardan foydalanganmiz. Mana o'rtasiga qora nerjvinkalarni yopganmiz, tepalarida esa mana gold nerjvinkalarni qo'yganmiz. Yana ham chiroyli turadi qafasimizni. Setkalari esa mayda ko'z qalin setkalardan tortganmiz. Oyoqlarida roli g'ildiraklari mavjud. Bemalol bir kishi ham mana u yoqqa bu yoqqa jildirib harakatlantirsa bo'ladi qafasimizni. Ichlarida esa jami 50 dan ziyod gnizdolari hamda mana bu yerda parlash xonalari mavjud. Buni tepalari ham mana uyat hisobida bemalol kaptarlar qo'nish uchun mana qo'noqlar yetarli darajada. Taglari baquvvat bo'lgan, odamni ko'taradi. Ranglariga keladigan bo'lsak, mokriy rang va eshiklarini ochroq qilib uyg'unlashtirganmiz qafasimizni. Yollari esa MDF laminatlar bilan o'raganmiz. Juda ham yonib turibdi qafasimiz. Bu qafasimizni zakazga tayyorlab berdik. Narxini esa $600 qilib berdik. Egalari xudo xolasa olib ketib olishadi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.